negativlarga javob beramiz. Qani ketdik. Ungacha 1 yil itday tekinga qul bo'lasan deyapti, yuridik sohada ishlaysiz degan joyimga. Men bir marta ham yuridik sohani bitirib tekinga ishlab yurgan itni ko'rmaganman. Hamma insonlar yuridik sohani bitirib kamida 6 million, kamida yarim stavka bo'lsa 3-4 millionlik oylikli ishga joylashadi. Ha, boshida yugur ko'p bo'ladi, lekin itda emas, no qadris bo'ladi. Tanish bo'lmasa, bilimimiz bo'lsa ham ishga olmayapti-ku. Balki muammo tanishingiz yo'qligida emas, bilimingiz yo'qligidadir. Hech qachon yaxshi bilimi bor qadr ko'chada qolib ketmaydi. Faqat yuridik soha deysizlar. Ana taksi haydab yurishibdi-ku yuridik soha diplomi bilan. Ha, taksi haydaydigan yuridik sohani diplomi bilan insonlar ham bor, lekin ularning hayot yo'lini biz bilmaymiz. Ular qanday o'qigan yuridik universitetida yoki qachon o'qigan. Balki ular shu yuridik sohada ishlab yurib, qandaydir korrupsiyaga aralashib qolib, keyin ishdan chetlashtirilganligi uchun hozir taksi haydab yurgandir. Biz bilmaymiz yoki umuman boshqa taksi haydash ularga yoqar.